Assalomu alaykum barchaga azizlar. Sizlar bilan nega erkaklar yomon qizlarni yaxshi ko'radi deb nomlangan video darsimizning 8-qismida uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Men video boshidan avvalambor meni 2 oylik tanaffusga qaramay kuzatishda davom etayotgan va bu videolarni o'z hayotida qo'llash orqali yaxshi natijalarga erishib, kommentariyalarda yaxshi izohlar qoldirgan obunachilarimga alohida minnatdorchilik bildirishni istardim. Men o'ylashimcha, ya'ni bunga kelayotgan izohlardan, mijozlarimni bildirayotgan fikrlardan biz o'ylayotgan yomon qiz menimcha unchalik ham yomon qiz emas. Ya'ni uning qo'llayotgan texnikalari oila mustahkamligiga xizmat qilayotgan bo'lsa, demak, ehtimol biz to'g'ri yo'ldamiz. Xo'sh, demak, bugungi mavzuyimiz o'zgacha bir kayfiyatda bo'ladi menimcha. Men avvalambor har qanday tanqidlarga bugun tayyorman. Bilaman, kommentariyada bu mavzuning nomi anchayin provokatsion eshitilgani sababli ikki xil taraf fikrlari bo'lishiga tayyorman. Ya'ni avvalambor maqsad yagona. Har ikki holatda ham biz mustahkam oila tarafdorimiz. Demak, bugungi mavzu moliyaviy erkinlik haqida. Ya'ni qo'sh tirnoq ichida qo'pol qilib aytganda, tekinxo'r bo'lmaslik haqida. Buni avtor bizda financial dependency, ya'ni moliyaviy erkinlik deb nomlagan. Demak, bugungi mavzuyimiz biroz o'zgacha kayfiyatda bo'ladi. Videoni noodatiy bir savol bilan boshlayman. Bugun siz munosabatda ekansiz. Ayni damda chamodaningizni shartta yig'ishtirib ketishga tayyormisiz? Xulosaga shoshmang, tanqidga shoshmang. Gap ketish haqida emas, gap tayyorlik haqida bormoqda. Chunki aynan mana shu tayyorlik ayolni voz kechib bo'linmas holatga keltiradi. Ya'ni dunyodagi har qanday jozibadorlik, har qanday jazavadorlik, har qanday qo'pol fe'l-atvor ham erkakni bu masaladagi fikrini o'zgartirishiga qodir emas deb aytadi avtor. Ya'ni agar siz uchta kartochkani uning qo'liga topshirgan bo'lsangiz, ya'ni butunlay moliyaviy jihatdan qaram ekaningizni unga anglatib qo'ygan bo'lsangiz, erkakni bu o'zini tuzoqda his qilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni endi siz uchun imtiyoz emas, mas'uliyatga aylanasiz. Agar siz butkul unga qaram ekaningizni anglatsangiz va mutlaqo unga suyana boshlasangiz, avvaliga bu uni quvontiradi. Ya'ni u o'zini nihoyat suyansa bo'ladigan, ishonsa bo'ladigan tog'dek his etadi. Bu juda yaxshi. Ammo sizdagi qaramlik va mutlaq suyanish yillar davomida unga salbiy ta'sir ko'rsata boshlaydi. Ya'ni asta-sekinlik bilan bu mas'uliyatlar ortgani sayin uning bosimi ham ortib boradi. Endi u negadir doim o'zini faqat ishlayotgandek, faqat mas'uldek, nafaqat o'zi, balki ikki kishi uchun mas'uldek his eta boshlaydi. Mana bu yerda siz kutayotgan romantik sahnalar o'z nihoyasiga yetadi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Bu yerda qiziqarli, nihoyatda dolzarb psixologik konsepsiya mavjud. Xulosa qilishga shoshilmang, ya'ni bu yerda ayolni munosabatda pul topishi yoki bo'lmasam o'z xarajatlarini o'zi qoplashi kerakligi haqidagi tushuntirish masalasi emas. Bu yerda masala boshqa narsada. Ya'ni avtor shuni tushuntiradi. Biz munosabatda ekanmiz. Ehtimol siz hozir ayni damda boy, dunyodagi eng boy erkak bilan munosabatdadirsiz ehtimol. Yoki bo'lmasam moliyaviy erkinlikka allaqachon erishgan yigit bilan munosabatdadirsiz. Bir narsani unga his qildirishingiz muhimki, sizga qadrsizlik yoki hurmatsizlik bo'lgan joyda siz har qanday hashamatdan voz kechishga tayyorsiz. Har qanday qulaylikni tashlab chiqib keta olishingizga uni ishontira olishingiz kerak. Ya'ni bunga bu uni his qilishi kerak. Ya'ni munosabatda ekansiz, sizga agar qilinadigan hurmatsizlik haqida gap borar ekan, siz Mercedes-Benz haydash o'rniga avtobusda yurishga tayyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizni chegaralaringiz hurmatsizlikni, sizga ko'rsatiladigan qadrsizlikni qabul qilmaydi hech qachon. Va lekin siz o'zingizni hurmatingizni saqlash orqali munosabatda o'z komfortlardan voz kechishga tayyor ayol ekaningiz erkakni oldida sizni qimmatli ko'rsatadi. Ya'ni bu munosabatlar masalasida nihoyatda muhim. Xo'sh, endi savol, uni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri aytish kerakmi? Yo'q, albatta. Uni his qildirish kerak. Qanday qilib? Avtor juda chiroyli bir ta'rifni, misolni ko'rsatadi. Ya'ni siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan kichik bir misolni. U yerda shunday deydi. The Burning Bed filmida
Tasavvur qiling, munosabatdagi erkak bilan, siz munosabatda bo'lgan erkak bilan kino ko'rib o'tiribsiz. Ya'ni The Burning Bed filmini ko'ryapsiz. Unda aktrisa Farah doimiy zo'ravonlikka uchragan, ko'zi ko'kargan holatda boy erkakni rafiqasi rolini ijro etmoqda. Bu kabi filmlar o'zimizning o'zbek filmida ham juda ko'p. Ya'ni ayol rolini o'ynaydi va ammo hech qachon munosabatdan ketmaydi. Nega? Chunki u pulni yaxshi ko'radi. Unga pul juda muhim. Mana shu paytda sahnada uning ko'zi ko'karib turadi va siz popkorn yeb o'tirib erkakka mehr bilan qarab o'z shartlaringni aytishing mumkin deydi. Ya'ni qanday qilib? Men bundan ko'ra McDonald'sda burger sotishni afzal ko'rgan bo'lar edim deyish orqali. Demak, ayni damda sizga navbatdagi savolni berishni istayman. Siz munosabatda ekansiz. Sizdagi munosabat majburiyatmi yoki tanlov? Doimo siz erkak kishidan mana bu savolni bilishga, javobini bilishga intilgansiz. Ya'ni u meni majburlikdan yashayaptimi men bilan yoki tanlovi bo'lganim uchunmi? Ana endi o'zingizga ham bu savolni bering. Men erkak bilan majburligimdan yashayapmanmi yoki tanlovimdan? Ya'ni avtorning fikri shunday. Siz agar munosabatda o'zingizni moliyaviy jihatdan nihoyatda zaif va oyoqqa tura olmaydigan qilib ko'rsatgan bo'lsangiz, u sizni behurmat qila boshlasa, xafa bo'lmang. Bu yerda avtor pushtirang qog'oz haqida gapiradi, misol keltiradi. Masalan, siz pushtirang qog'oz ayol kishining o'zida saqlanishi kerak deydi. Masalan, siz mashinangiz bor deylik, bir mashina. Agar mashinani ijaraga olgan bo'lsangiz, ya'ni sizda uni pushtirang qog'ozi, sertifikati, qog'ozi yo'q bo'lsa, siz unga ya'ni to'liq ishona olmaysiz. Masalan, agar u mashina sizning nomingizda deb tasavvur qilsak, mashina sizning nomingizda ekan, siz istalgan vaqtda uni boshqarishingiz mumkin. Uni sotish yoki sotmaslikni siz hal qilasiz. Yoki bo'lmasam uni mashina uchun har oy arenda, ya'ni o'sha ijara to'lovlarini amalga oshirishni keragi yo'q. Ya'ni u mutlaqo sizniki, siz esa ichki barqarorlikka egasiz. Mana shu ichki barqarorlik pushtirang qog'oz deb ta'riflanadi avtor tili bilan. Ya'ni ayni damda mana shu ichki barqarorlik sizda mavjudmi? Ya'ni bu ichki barqarorlikning mavjud bo'lishi esa munosabatda ayolga ma'lum darajada kuch va erkinlikni beradi. Bu konsepsiya bizga shuni anglatadiki, agar ayol kishi yoki qiz bola o'z mustaqilligidan butkul voz kechib, batamom erkak qo'liga qaram bo'lib qolar ekan, u hayotda juda ko'p tanlovlarni yo'qotadi. Ya'ni uni tanlovlari nihoyatda kichik doirada bo'lib qoladi. Va oxir oqibat u boshqalarning buyruqlariga ko'ra yashaydi va ularning rahm shafqatlari hisobiga yashay boshlaydi. Ya'ni shuning uchun ham ayol kishi munosabatda turmush qurgan bo'lsa-da, o'zining pushtirang qog'ozini to'liq topshirmasligi zarur. Juda ko'p holatlarda, ayniqsa bizning sharqona madaniyatda bir narsani ota-onalar tushuntiradi-yu, ammo ikkinchi bir narsani tushuntirishga ko'pincha e'tibor berishmaydi. Ya'ni qizlariga. Masalan, erkak kishiga to'liq qaramlik haqida. Aslida bu mas'uliyat sifatida qaraladi. Ya'ni oilani mas'uliyati. Mana bu mas'uliyat qanchalik muhim? Oilada mas'uliyat albatta oilani ushlab turadigan tayanchi hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingizni mas'ul his qilsangiz, u oiladan ketishingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni sizni jismingizni ketishi qiyin bo'ladi. Ammo gap ruhiyat haqida borsa-chi, sizdagi hissiyotlar haqida borsa-chi. Masalan, siz xoh ayol bo'ling, xoh erkak, sizni oilada faqatgina mas'uliyat ushlab turishi bu normal holatmi? Menimcha yo'q. Ya'ni siz faqatgina mas'uliyat bor oilada tinch yashay olmaysiz. Ehtimol u yerdan sevgini qidirasiz, mehrni qidirasiz, suhbatlarni, samimiy hissiyotlarni qidirasiz, har narsani qidirasiz. U yerda faqat mas'uliyat bor. Faqatgina erkakka mas'uliyatni tushuntirish va uni mas'uliyat bilangina ushlab qolishga harakat qilish aslida xato tushuncha ekanini tushuntirmoqchiman. Mas'uliyat kerak, ammo u munosabatni hammasi bo'lmasligi kerak. Ya'ni siz tasavvur qiling, bir ishxonada ishlaysiz, u yerda siz mas'uliyatli xodimsiz. Lekin sizga u yerda ishlashdan hissiy manfaatlaringiz uchun ozuqa shart emas bo'lishi mumkin. Ya'ni siz u yerda sovuqqon rahbarga duch kelarsiz, sizni ko'ra olmaydigan hamkasblar, siz bilan yaxshi chiqishmaydigan insonlar u yerda bordir atrofingizda. Lekin shunday bo'lsa-da nima qilasiz? U yerda yashayverasiz, chunki siz mas'uliyatli xodim bo'lishda davom etasiz. U yerdan oladigan pulingizni olasiz, oyligingizni va ya'ni u yerdan chiqib ketishga shoshilmaysiz. Ammo gap oila haqida ketsa-chi?
u yer sizni hissiy quvvat oladigan, hissiy energiyalaringizni to'ldiradigan maskan. Ya'ni xoh siz erkak kishi bo'ling, xoh ayol kishi bo'ling. Oila sizni hissiy oziqlantiradigan maskan. U yerda sizga hissiyot kerak. Ya'ni mayli chidasam bo'ldi, mayli farzandlar uchun yashab bersam bo'ldi, ayol rolida qolsam bo'ldi. Meni bu mas'uliyat ushlab turibdi. Ya'ni meni onalik mas'uliyati oilada ushlab turibdi. Yoki erkakni 4 ta bolasi borligi ushlab turibdi, mas'uliyatli qiladi. Ya'ni oila faqatgina mas'uliyatdan iborat bo'lishi sog'lom holat emas. Mana shu narsa haqida ko'pincha biz o'ylab ko'rmaymiz. Ya'ni oradan ko'p o'tmay munosabatda erkak avvalambor o'ziga motivlarni olgan bo'lsa, ya'ni o'zini kerakli va nihoyat bola rolidan chiqib o'zini katta inson sifatida kerakli his qila boshlagan bo'lsa, mana bu zavqlarini ko'p o'tmay mas'uliyatga, faqatgina mas'uliyat bilan to'lib qolishi, uni munosabatini, ya'ni er-xotinlik munosabatini faqat mas'uliyatga aylanib qolishi asta-sekinlik bilan sizni boylik bir qadriyat sifatida, imtiyoz sifatida ko'rilishingizni kamaytiradi. Endi navbat tayyor pushtirang qog'oz haqida. Ya'ni agar avtor aytadi, sizda agar kichkintoy bor bo'lsa, ya'ni siz uni parvarishi bilan band bo'layotgan bo'lsangiz, mana shu sabab sizni moliyaviy erkinligingizni to'sayotgan bo'lsa, avtor sizni tabriklashni istaydi. Ya'ni sizda allaqachon pushtirang qog'oz mavjud. Ya'ni siz farzand tarbiyasida, farzand bilan ovora ekansiz, erkak o'z-o'zidan sizni bu ishingiz naqadar mas'uliyatli ekanini ko'rmoqda. Va u ehtimol o'zi bajaradigan ofisdagi ishlardan ham sizni onalik vazifalaringiz qanchalik murakkabligini his etayotgan bo'ladi. Bu yerda bir qiziq psixologik qoida mavjud. Ya'ni agar siz munosabatda uy bekasi bo'lsangiz, ya'ni bola parvarishida bo'lsangiz, u yerda bir muhim qoida bor. Ya'ni siz uy bekasi bo'ling, ammo uy bekasi ekaningizni erkakka his ettirmang. Ya'ni uni rolingiz ekanini tan olmang. To'liq undan iborat bo'lmang. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? Agar siz erkakka o'z oyoqlarida mustaqil tura oladigan, u bo'lsa ham, bo'lmasa ham yashay oladigan ayol ekaningizni his ettira olsangiz, bu munosabatda uning sizga bo'lgan hurmati davomli va uzoq muddatli bo'ladi deb ta'kidlanadi. Ya'ni bu yerda gap dollarlar topish haqida ketmayapti. Bu yerda gap bola parvarishlash haqida ham ketmayapti, uy bekasi bo'lish haqida ham ketmayapti. Bu yerda yagona narsa bor, barchasini mohiyatida e'tibor bersangiz, asosiy masala bu yerda ayol xohlagan paytida keta olishi uchun unda moliyaviy resurslar bormi yoki yo'qmi? E'tibor bering, resurslar. Agar erkak ayolni moliyaviy jihatdan to'liq ta'minlasa, ya'ni ayol faqat qaramlik rolida bo'lsa, munosabatlarda erkak tomonidan ikki xil holat prognoz qilinadi, ya'ni taxmin qilinadi. Bu narsa ikki xil holatga olib borilishi ko'pincha kuzatiladi. Ya'ni birinchisi, erkak o'zini haddan tashqari bosimlar, ya'ni mas'uliyatlar natijasida kichkina bo'lsa-da bir yengillikni yo'qligi, ya'ni faqatgina oila uchun men mas'ulman, menda hamma yuk degan bir og'irlikni his etishiga olib keladi va u o'zini tuzoqda his qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ular ishlatadigan yumorlarda bu narsani sezish mumkin. Ba'zi erkaklar uylanishdan avvalgi holat bilan undan keyingi holatlari haqidagi tasavvurda buni yumor shaklida yetkazishadi. Ya'ni uylanib bir marta xato qildim, shu kabi holatlar, shu kabi gaplarni biz ba'zan eshitib qolamiz. Aslida bu yumor tagida og'riqlar mavjud bo'lib, ular o'zlari his qilayotgan narsani boshqa erkaklarda ham his qilinayotganini ko'rib, uni yumor shaklida anesteziya qilishadi. Ya'ni bu yumorlarni aslida og'riqni anesteziya qilish uchun yetkazishadi ko'p holatlarda. Bu esa ularda shu nikohni o'ta jiddiy mas'uliyatga aylanib ketishi, to'liq mas'uliyat bo'lib qolishi, faqatgina yoki mas'uliyatdan iborat, majburiyatdan iborat bo'lib qolishi natijasida paydo bo'layotgan hissiyotlar hisoblanadi. Endi o'z-o'zidan u yerda ortiqcha romantikaga, ortiqcha hissiyotlarga o'rin qolmaydi asta-sekinlik bilan. Ikkinchi holat esa jajji qizaloq roli. Ya'ni birinchi holatda qamalib qolgandek his etsa, ikkinchi holatda o'zini jajji qizaloqni erkaliklariga chidash kerak bo'lgan insondek his qiladi. Ya'ni siz u yerda moliyaviy nihoyatda bir qaram holatdasiz, uni mehr shafqatiga nihoyatda o'ch holatdasiz. Aslida moliyaviy va nafaqat moliyaviy hissiy erkinligingiz ham yo'q bo'lsa, avvalgi qismlarda gaplashganimiz kabi jajji qizaloq roliga tushib qolasiz. Erkak kishiga esa jajji qizaloq kerak emas.
Ya'ni u sizni opasi yoki singlisi kabi ko'radigan bo'lsa, u yerda yaqinlik haqida hissiyotlarni uyg'onishi imkonsiz bo'ladi. O'z-o'zidan bu yerda hissiyotlar kamayadi. Avtor bizga ajoyib bir metaforani tushuntirishga harakat qiladi. Ya'ni bu biroz bizni o'zbek oilalariga notanishdek tuyuldi, ammo shunday bo'lsa-da men buni aytishni istadim. U yerda Susan ismli ayol bor. Bir kuni uning turmush o'rtog'i uning kiyim javonini ochadi va u yerdan erinmasdan sanab 100 juft poyafsal topadi, ya'ni oyoq kiyim topadi. Va Susanga shunday deydi: "Yilda 365 ta kun bor. Lekin senda 100 ta tufli bor. Qani aytchi, ularni qachon va qayerga kiyasan? Ya'ni sen uy bekasisan, ammo senga shuncha oyoq kiyim nima uchun kerak?" Bu so'zlarni zarda bilan aytadi. Va u shunday deydi: "Har bir oyoq kiyim agar yilda 365 kun bo'lsa, sendagi 100 ta tuflini hisoblab chiqsak, sen 3,5 kunda poyafsal almashtirasan. Men esa 2 yildan buyon bir poyafsaldaman." Mana bu so'zlar ayolni eshitilishining yagona sababi, deydi avtor, ayol tomonidan eshitilayotganining yagona sababi uning moliyaviy erkinligining yo'qligi, ya'ni uning ishlamasligi. Agar aksariyat holatda ayol bunday so'zlarni turmush o'rtog'idan eshitmaydi deb tushuntiradi. Bilishimiz kerak bo'lgan yana bir narsa, aslida erkak kishi munosabatda xarajatlarni qancha qismini qoplayotgani yoki yo'qligi haqida emas. Hozirgi masala shundaki, ya'ni siz Xudo ko'rsatmasin, munosabatda to'fon bo'lib, siz u yerdan ketishingizga, munosabatni tark etishingizga to'g'ri keladigan vaziyatda ham siz yashab qolishga qodirmisiz? Ya'ni oyoqlaringizda turishga qodirmisiz? Ayni damda qodirmisiz? Mana shu narsa ko'p, mana shu savolning javobi ko'p narsani aslida hal qiladi. Agar siz moliyaviy mustaqillikka ega bo'lsangiz, ya'ni o'zingizni ta'minlash qobiliyatiga ega bo'lgan ayol bo'lsangiz, bu munosabatda, ya'ni bu munosabatda siz erkakni hayotingizni egasi sifatida ko'rmaysiz. Ya'ni erkak sizni hayotingizda bor bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz sizni hayotingizda bor bo'lishi, ya'ni hayotingizni egasi bo'lmasligi, bu sizni hissiy barqarorligingiz degani. Ya'ni undan ko'p narsa kutmaysiz, nolimaysiz, ortiqcha romantikalar kutmaysiz. Ya'ni sizdagi moliyaviy barqarorlik o'z-o'zidan o'zingizga bo'lgan ishonchni uyg'otadi. Ya'ni bu esa hayotingizni egasi o'zingiz ekaningizga his qildiradi. Uni esa erkak bilan yanada go'zallashtiryapsiz, yanada to'ldiryapsiz. Mana bu sog'lom munosabatni kaliti hisoblanadi. Ya'ni bu munosabatda erkak ham agar sizni o'zini ta'minlay oladigan ayol sifatida qadrlasa, u o'zini avvalambor tuzoqda his etmaydi. Ya'ni u bunday munosabatda qolishni aslida istaydi. Siz hamon o'zingizni, imtiyozingizni uni yonida yo'qotmaysiz. Ya'ni yana bir muhim narsa bor. Oilada erkak oilani boshlig'i sifatida o'zini his etishi nihoyatda muhim. Va u yerda u o'zini rahbar ekanini his etishi nihoyatda muhim. Qarorlar u bilan chiqarilishi nihoyatda muhim. Ya'ni ruxsat so'rash masalalari haqida gap ketyapti. Bu chegaralarni bosmasligingiz albatta oila salomatligi, oila munosabat salomatligini garovi. Lekin siz qaramlikni moliyaviy jihatdan uning qo'liga to'liq topshirib, o'zingiz esa faqatgina iste'molchi rolida qolar ekansiz va bu rolni davom ettirar ekansiz, tinimsiz munosabatda asta-sekin balansni buzilishi kuzatiladi. Aslida sog'lom balansni ushlash uchun munosabatda biz ayollar moliyaviy jihatdan ko'p narsa berishimiz shart emas. Ya'ni munosabatni moliyaviy jihatdan sog'lom holatda ushlashimiz uchun tarozi teng pallada bo'lishi shart emas va ehtimol kerak ham emas. Ya'ni xarajatlar teng taqsimlanishi haqida gapiryapman. Bu narsa talab etilmaydi va maslahat ham berilmaydi. Muhim narsa shundaki, sizning kichik harakatlaringiz, masalan, elektr to'lovini o'zingiz ba'zan to'lashingiz o'z pulingizdan yoki bo'lmasam do'kondan kichik xarajatlar qilishingiz ba'zi holatlarda erkak tomonidan bu siz ham oilaga o'z hissangizni qo'shayotganingizni ko'rsatadi va u o'zini faqatgina javobgar, mas'uliyatli, majbur qamoqdagi shaxs sifatida his etmasligini ta'minlaydi o'z-o'zidan. Ruhiy yengillik beradi. Moliyaviy bo'lmasa-da, moliyaviy imkoniyatlar hamon, mas'uliyatlar unda bo'lsa-da, bunga ruhiy yengillikni beradi. Va u yerda shunday energiya shakllanadi va erkakning xulosasi ham shunday bo'ladi. Munosabat uchun har ikki tomon ham beryapti. Video yoqqan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman.
like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bundan avvalgi videoning qismlari kanalimda bor, ularni ham ko'rishingiz mumkin. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.